Hammaga salom. Bugun sizlar bilan biz Minecraftda hardcore rejimida 100 kun yashashga harakat qilamiz. Xo'sh, albatta videomiz boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi esa chunki biz yaqinda 2 oy ichida 5000 obunachiga erishimiz kerak. Va bu 5000 obunachi nimani anglatadi? Sifatli kontent hamda ko'proq video va motivatsiyani ifodalaydi. Qani unda biz o'yinni boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib daraxtni chopamiz. Men bu daraxtga ahamiyat bermaysizlar, chopilgan daraxtga. Xo'sh, o'yinni boshlashimdan oldin chopib qo'ygandim. Esimdan chiqib ketibdi birinchi salomlashish. O'shanda chopib qo'ygandim, turaversin deb turib shuga qo'yib qo'ygandim. Xo'sh, o'zingizlardan so'rasak, nima bo'lyapti? Hammasi yaxshimi? Chiki-chikimi deymi? Xo'sh, hozir anom bo'ldi, kanikul bo'ldi. Endi bemalol meni videolarimni ko'raveringlar akalar. Like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yib ko'raversalaring zo'r bo'ladi hammasi. Xo'sh, endi bundan yog'och yasaymiz va mana verstak yasaymiz. Bu birinchi ingredient. Buni qo'yamiz va sop yasaymiz. Sopni olamiz. Keyin bundan albatta yog'och bolta yasaymiz va yog'och kirka yasaymiz do'stlar. Bu degani yaxshi, uji biz ko'tarildik degani. Bolta bilan tez choppa olamiz daraxtlarni. Qo'ldan ko'ra bolta yaxshi. Lekin tez sinadi ham, shunisi bor. Albatta fokus ko'rdinglarmi? Vashshi chaqqon bekmanda, ko'rdinglarmi qancha firlatib tashladim, chopishim yorvoramanda. Firt etdi. Sezdinglarmi nima bo'lgan? Sezmadinglar. Juda tez bo'ldi-ku, ko'rdinglarmi? Buni mana Elbek Magic bo'ladi. Magic deydimi? Xo'sh, bu yoqqa kelay. Yalloy. Elbek Magic de. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Uzr. Magic so'zini eshitsam mana shunaqangi o'ylar esimga kelib qoldi, qo'yib yubordim. Xo'sh, savol berishingiz mumkin shu paytda. Nimaga Instagramdan o'stiribdi deyishingiz mumkin. Bu memlarni Instagramdan Telegram bilan yuklab, Instagram logosini yo'q qilaman deb uni qilishga eringanim uchun shunday Instagram o'zini yuklab yubordim-da, shunday tiqib beraman, endi xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, biz qo'y topishimiz kerak. Xo'p, hozir qo'y topishga ham endi ana yo'q, chunki hozir bu yerda qishloq bor ekan, mana bularni chopamiz. Bittasini ko'platamiz, video tez, chunki vaqt kam. Nosozliklar uchun esa uzr. O'ttog'o. Qalaysiz? Sollash chattimos bo'lyapti, turibpa, tepa qoching endi tog'o. Toshmatdog'o. Mana bu yerda galem ham bor ekan. Biz o'ldirmaymiz chunki mana bu buyur ekan, chunki buyurgan bitta ikkita soqchi, qaroqchi degandek kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, menimcha boyna video tezlashganda ana bo'ldi-yu, nosozliklar. Shuning uchun kattagina uzr so'rayman. Men buni divanni olib qochamiz. Xo'sh, to'ppi tikdim, mana bu shayga. Ipaklar tillodan deymi? Men bu yerda nima qilishim bilmayapman. Men bo'ldi shuni. Men qanday ergash tog'o zo'rmi? Ha, ko'zingizga sizni. Qanday? Salomlashmadim. Men shu yerda qishloqlar ko'p ekan. Mana bu yerda sandiq bormi? Sandiq kerak bizga. Yo'q. Bana shakar, sandiq yo'q-ku. Mana bu yerda bor ekan. Alloy, mana bunaqangi kiyimmi? Bizga kerak emas. Mana bu yerda tuzoq qo'ygansiz, loy. Nimaga bular hammasi kambag'almi, oddiy yashashni yaxshi ko'radimi? Xo'sh, bu yerda nimalardir bor. Xo'p, menimcha tushunmagan narsamga teginmaganim yaxshi. Teginmaymiz. Xo'sh. Bu tog'ani uyda-chi? Bu tog'ani uyda ham sandiq yo'q. Checkpoint bosib qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Xo'p, boshqa mana bu uylarni ham tekshirib chiqaylik-da. Bir yaxshiroq narsa yo'qmi? Bir 5-6 blok olmos yoki bir 2-3 stak emerald boynaydi, zumrad
O'shunaqa narsalar yo'qmi? Oltin 5-6 stak. Bo'ynaydi. Vizor yasash ishlatiladigan blok kerak bo'lib qoladi. Ana oting qurg'ur nima edi? Nima? End portal yasash kerak bo'ladigan narsa bu. Obsidiantmi? O'sha obsidiant. O'shanaqa narsalar chiqsin. Juda qorni ochiq ekan. Hozir tosh kirka yasash uchun toshim yo'q-ku men. Xo'sh, yog'och kirka yasaymiz. Yo'q, mayli. Keyinroq yasaymiz. Hozir bolta yasab olaylik. Qara, chalkashyapman. Ketmay yasab olaylik bu yerdagi anolarni, xashaklarni chopib ketish uchun. Nima kerak bor? Bizga kerak ularga hozircha kerak emas. Ular mehnatkash axir. Bizga o'sha trevoga hamma uyiga kirsin. Tarqal. Hamma uyiga tepa-to'yiga. Davay astra o'tishadi hozir. Men bilan chopaylik. Hamma harakatim qilsin, men ham harakatim qilaman. Davay tezlashinglar. Buni ham olamiz. Loy. Nimaga hamma yerda yamma qilib tashlashgan bular? Nima yamada yurish yaxshi ko'radimi deyman-da. Tez. Chaqqon bo'lish kerak. Osh. Yo'q, bularga teginmaymiz. Biri ovqatini yuqmasin, o'tish yaxshi emas. Tog'am fermasiga kerak buni qoldiramiz. Xo'sh, mana bu tovuqlarni o'ldiramiz. Ana bu fokus ajali. Xo'sh, men qornimni to'qlashim kerak. Noz bu go'sht yesam, xom go'sht ovqatdan zaharlanishim mumkin. Ham nima deymiz endi, ozgina yeyaylik. Zaharlanguncha. Voy loy, o'sha zaharlanib qoldim-ku. Bo'pti, bo'lmasam hozir o'ldirmasak kerak. Xo'p, mayli. Hozir mana shu yerdan promoy pastga qo'yaylik. Mana bu nima? New reception glove. Check your reception blog. Okay. Ana foydalanib qo'llanmani o'qi dedi. Ko'rib nimadir qilishing mumkin undan ham dedi. Bizga hozir tosh kerak. Toshdan biz ana o'ynasaymiz. Pechka yasaymiz. Pechka yasaganimizdan so'ng nima bo'ladi? Albatta biz mana bu narsalarni, ingrediyentlarni, go'shtlarni qovurib yeyish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va bratishkani qorni to'yadi. Shu bilan hamma baxtli, shu bilan video tugamaydi. Albatta dalsh videoni ko'ringlar. 8 minut bilan videoni tugatmaymiz. Versak olamiz, yotoq qo'yib uxlab olgan yaxshi-yo. Uxlab olaylik. Replay mod. Yana bir marta bu narsani eslatib o'tib mod bor, ko'rishinglar moduslar bor. Tan olish kerak. Lekin bu hozir o'ynayotgan o'yinimda mod yo'q. Tan olaman, mod yo'q. Modlarsiz o'ynayapman. Modni nima qo'yishman? Videolar uchun. Replay mod bilan o'ynaydi mod. Oting qurg'ur. World edit qo'shganman. O'shalar video uchun kerak endi. Men buni xato qo'yib yubordim-ku, loy, kasobat. Men bu yerga qo'y. Tumovmanda. Xo'p. Bunga mana shu molli go'sht beefni qo'yib yuboramiz. Hammasini qo'yamiz. Va mana 5 ta daraxtni qo'yib yuboramiz. Ikkinchisiga kelsak, mana bu pork, ya'ni cho'chqani go'shtini qo'yamiz. Somonga yonmaydi. Shuning uchun mana bu dark oak log. Mana shuni qo'yib yuboramiz. Xo'sh, hozir tosh chopamiz. Tosh asmir bo'ladi. Xo'p, qaysi darajada asmir bo'ldi? Endi ondan 0 gacha baholaylar qan? Davaydi, 10dan 0 gacha baholar. Bungacha men ma'lum qo'yib turaman. Kommentariya 10dan necha qo'ydinglar mana shu asmirga. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga yozib yuboringlar. Xo'sh, men bunga bitta qopdi ekan, o'zimga yaxshi lekin. O'zimga yaxshi. Mana shuni olamiz.
Hop, buni olib mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Okey. To'xtanglar bunga. Ha, bo'ldi, buni chopib olamiz. Okey, chopib oldik. Endi bu ham pishdi. Bu ham pishib qoldi. Pishdi. Yaxshi, endi buni chopib olamiz buni ham. Verstakni olmaymiz chunki biz ana oting qurur. Mana bu tosh aslaqalar yasab olishimiz kerak. Okey. Endi bolta yasab olamiz. Yaxshi, endi buni chopib olamiz. Xo'p, daryo Toshkentningmi? Endi tashqariga chiqish kerak. Sabab chiqish kerak edi. 4 devor ichida o'tira olmaymiz-ku. To'g'rimi? To'g'ri deb kommentariy yozinglar. Xo'p. Like bosinglar, kommentariy yozinglar deyman. Shu ish qilib qo'yinglar, ana shu kommentariyga qildim deb yozib qo'yinglar, men so'ramayman. Davay, bosdik. Bu yerga versakni qo'ydi. Deb mana yasaymiz. Kema yasaymizda endi bu yerdan chuf suramiz bu yerdan. Birlab suramiz. Alisa chirillab gapiryapti deydi-yu. Ha, oldim. Hop. Kema qo'yamiz. Hop. Fokusman. Ana. Ko'rdinglar? Ha, yana bittani videoda ko'rayotganlar bo'lsanglar, ya'ni CapCut chiqib turibdi. Videoni CapCutda edit qilyapman. Prosta ko'ryapsizlar. Buni montajini o'ziga ham 1 soat vaqtim ketdi. Xo'sh, mehnat qadrlab like bosish kerak. Timelapse. Video tezlashdi yana muammo. Xo'p, mayli. Ana sandig'i, buni tezlashtirib olib olamiz ichidagi narsalarini. Xo'sh, loy qanday tushadi? Fox turlilar deydi-yu. Xo'sh, bularni kiyib olamiz endi. Bizni qandaydir darajada aniqladi. Jonimiz ketishiga yoki yo'q qo'ymaydi. Qalqon deydi, короче, timelapse. Xo'p, aziz do'stlar, o'pkam teshilib ketgani uchun ko'p gapirmadim. Xo'sh, aziz do'stlar, ikkinchi qism chiqadi. YouTube'dagi muammolarim sababli uzun video qo'ya olmadim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki 2 oy ichida 5000 obunachi bo'lishimiz kerak. Men bu shaxtadan chiqaman, sababi orqamdan zombi kelyapti, loy. Mana bu yerga esa men baza qurib qo'ydim, o'sha yerda yashayman. Xayr.